Avliyoning qarama-qarshiligi. O'lmas Rengade darajalari 3-qism. Assalomu alaykum qadrdon muxlis, yana sizlar bilan Donghua tahlil kanali va Uz Extreme. 3-qadamdan demak boshlaymiz. Dao mohiyati orqali bu bosqichga yorib o'tiladi. Nirvana bo'shlig'i. Xitoychada Kong-ni, boshqa nomi esa fazoviy nirvana. Bu bosqich 3-qadam hisoblanadi. Darajasi esa 1-daraja. Maxsus qobiliyatlarga mohiyatni shakllantirish hisoblanadi. Bu 3-qadamning 1-darajasi. Bu darajaga yetishish uchun kamida bitta mohiyatni mukammal darajaga yetkazish kerak bo'ladi. Buning 2 xil yo'li bor. Har ikkalasi ham 3-qadamga keyingi rivojlanishga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Birinchi usul osonroq, lekin jiddiy cheklovlar bilan to'la. Bu usulda jo'z olovlar yordamida mohiyat toblanadi va o'stiriladi. Bu yo'lda bir nechta mohiyatni mashq qilish mumkin. Ammo biror bitta mohiyat bilan buyuk bo'shliq darvozasi ochilib, qonunlar tanasi shakllantirilgach, endi boshqa yangi mohiyatlar bilan 3-qadamga chiqib bo'lmaydi. 3-qadamga o'tishdan oldin qancha ko'p mohiyatga ega bo'lsa, shuncha ko'p qo'shimcha darvozalarni ochish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa 3-qadamga chiqqanda kuch va salohiyatni oshiradi. Lekin baribir haqiqiy 3-qadamga yetilgach, yangi mohiyatni mukammal darajaga yetkazish endi imkonsiz bo'lib qoladi. Ikkinchi usul qiyinroq, lekin chalkashmagan o'sishdir. Bu usulda mohiyat jo'z olovlarisiz, faqatgina shaxsiy idrok va tushuncha orqali rivojlantiriladi. Bu yo'l ancha qiyin, ammo 3-qadamga yetgandan keyin ham istalgancha mohiyat rivojlantirish mumkin bo'ladi. Shuning uchun kuchaytirish faqat bir mohiyatni cheksiz kuchaytirish bilan emas, balki yangi mohiyatni egallash orqali ham amalga oshiradi. Bu yo'lni tanlaganlar quyidagi cho'qqilarga chiqadi. Nirvana bo'shlig'i cho'qqisi, 4 ta mohiyat, ruhiy bo'shliq cho'qqisi, 8 ta mohiyat, sirli bo'shliq cho'qqisi, 9 ta mohiyat birlashib, yana yagona butun aylanishni hosil qiladi. Texnikalarga kelsak, aytishlaricha 3-qadamdagi amaliyotchi butun dunyo bilan birlasha oladi va istalgan joyda bora oladigan Dao avatari yarata oladi. Shu o'rinda qiziqarli fakt: mohiyatni rivojlantirishning 2-usuli Ergenning keyingi romani Men osmonni muhrlayman-dagi Dao sohasi tizimiga juda o'xshaydi. U yerda ham 9 ta mohiyatni rivojlantirish g'oyasi mavjud. Keyingi daraja esa ruhiy bo'shliq. Xitoychasiga Kong-ling, boshqa nomi fazoviy ruh. Bosqich 3-qadam. Darajasi 2-daraja. Bu darajaning ruhiy yuksalishi hisoblanadi. Bu sohani egallagan amaliyotchilar o'zlik ruhi o'zgarishlarini boshdan kechiradi va keyinchalik ularning tug'ma ruhi bilan tirik mavjudot kabi qo'shilib ketadi. Natijada o'zlik ruhi ruhiy ruhga aylanadi. Agar amaliyotchi 3-qadamga o'tishda qurbon olovlaridan foydalangan bo'lsa, bu daraja ularning qurbon olovi sohasi ular bilan qo'shilib ketadi va jang vaqtida dushmanni uning ichiga qamab qo'yish qobiliyatini beradi. Albatta, bu qo'shilish ixtiyoriy bo'lib, rad etilishi ham mumkin. Agar ular qurbon olovlardan foydalanmagan bo'lsa, buning o'rnini bosish uchun ularning ichida bo'sh va moslashuvchan tarzda o'zgaruvchi bir olam tug'iladi. Bundan tashqari, bunday amaliyotchilar ruhiy bo'shliq cho'qqisiga 8-mohiyat bilan yetadi. Faqat bitta mohiyatni kuchaytirish orqali emas. Amaliyotning o'zlik energiyasi ham ruhiy energiyaga aylanadi. Ammo bu ruhiy energiya 1-qadam amaliyotchilari yutadigan ruhiy energiya bilan bir xil emas. Bu tabiatning tug'ma kuchi emas, balki qurbon olovlarining o'zlashtirishidir. Ruhiy bo'shliq va nirvana bo'shliq o'rtasidagi eng katta farq shundaki, oddiy amaliyotchilar yaratadigan qurbon olovi olami endi ularning ichki qismiga aylanadi. Ruhiy bo'shliq amaliyotchilari ichki o'lcham yaratadi va u tashqaridagilarni qurbon olovi ruhlari sifatida unga ergashishga majbur qiladi. Bu olam sehrli bo'shliqga o'tishga yordam beradi. Bu jarayon qurbon olovlarini nirvana kuchiga aylantirish, keyin esa o'z irodasi bilan qo'shilish va oxirida o'zlik ruhini o'zining shaxsiy olamiga aylantirishni o'z ichiga oladi. Qurbon olovi ruhlari esa bu olamning aholisi bo'ladi va aynan ular shu ruhiy keltirib chiqaradi.
Boshqacha qilib aytganda, har bir ruhiy bo'shliq amaliyotchisi bir olamga teng. Ularning har biri o'ziga xos alohida olam. Sehrli bo'shliq. Xitoycha nomi Kong Huan, boshqa nomi esa Buyuk hukmdor. Bosqich 3-qadam. Daraja 3-daraja. Maxsus bosqich, sehrli sinov bosqichi va efir mohiyati kabi qobiliyatlari bor. Bu 3-qadamning 3-darajasidir. Sehrli bo'shliq amaliyotchilari qo'llay oladigan sehrdan biri qonunlar olami. Hammasi muzlaydi. Ko'tarilish. Bu darajaga o'tish uchun efir mohiyati talab qilinadi. Bunday amaliyotchilar juda kam bo'lishining sababi ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, faqat sezish mumkin bo'lgan narsani anglash nihoyatda qiyindir. Shu ko'pchilik bu bosqichga o'tganlar qurbon olovi ruhini parvarishlab, ular bilan kerakli mohiyatni anglab yetgunicha rivojlanadi va keyin o'sha mohiyatni o'zlashtiradi. Biroq amaliyotchi efir mohiyatini bevosita o'zi ham yaratishi mumkin. Lekin bu ancha murakkab yo'ldir. Rivojlanishga kelsak, bu bosqichda rivojlanishning odatiy usuli qurbon olovlari yordamida efir mohiyatini yanada tozalash va sayqallashdir. Agar amaliyotchi qurbon olovlari yo'lidan yurmasa va mohiyatni mustaqil ravishda sayqallashni tanlasa, u 9 mohiyatga erishgach bu darajaga chiqa oladi. Shundan so'ng mohiyatni 3ta qo'shib borib, kamida 3ta 3-birlik birlashmagunicha davom ettiradi. Buyuk doira bosqichiga yetishi mumkin. Sehrli sinov bosqichi. Sehrli bo'shliq amaliyotchilari cho'qqiga yetib borib, sinov bosqichiga o'tish arafasiga kelganda, unga 9 ta sinov, sehrli sinovlar yog'iladi. Agar u tirik qolsa, bo'shliq sinov bosqichiga kiradi. Bu sinovlarni boshdan o'tkazish ma'lum darajadagi ixtiyoriy bo'lib, ko'pchilik amaliyotchilar xavf tufayli sehrli bo'shliq cho'qqisida to'xtashni afzal ko'radi. Birinchi 3 ta sinov tashqi, keyingi 3 ta ichki, oxirgi 3 tasi esa ruhga ta'sir qiladi. Nirvana parchalarining 5 osmon balolari kabi har bir sinovdan o'tgani sayin amaliyotchining kuchi oshadi. Shuning uchun bu alohida kichik bosqich deb hisoblanadi. Har bir nechta sinov ketma-ket yengib o'tish yanada katta foyda beradi. 9 tasini birdaniga yengish esa katta yutuq. Lekin eng xavfli natija ham shudir. Birinchi sinovda o'lim ehtimoli 10%, oxirgisida esa 90%. Bosqichlari esa erta, o'rta, kech va buyuk doira kabi. Sehrli sinovlari qor sinovi, bo'ron sinovi, momaqaldiroq sinovi. Ketma-ket 3 tadan o'tilsa, o'zlik ruhi 2 baravar kattalashadi. Ajdar sinovi 4-sinov, 5-qon soyasi sinovi, 6-noma'lum sinov. Ketma-ket 6 tadan o'tilsa, o'zlik ruhi 3 baravarga oshadi. 7-o'z nasllik ruh so'lish sinovi. 8-o'zlik nafslik hayot ruhi sinovidir. 9-qayta tug'ilish sinovi. Bo'shliq sinov bosqichiga kiriladi. Ketma-ket 9 tadan o'tilsa, o'zlik ruhi bilan bir necha barobar oshadi. Shu o'rinda qiziqarli ma'lumot sifatida Oq yo'lbars generali aytishicha, g'or olami aholisi qadimiy samoviy imperatorning 9 qonuniga bo'ysunishi kerak. Shu qonunlardan biri elf mohiyatini yetishtirishni taqiqlagan. Ya'ni qonunlar amal qilgan paytda g'or olami amaliyotchilari bu darajaga chiqa olishmagan. Qurbon olovlarisiz bu bosqichga yetish, uni egallash usuli mohiyatga Ergenning keyingi asari Dao sohasi paragonlariga o'xshaydi. Chunki bu yerda ham to'liq 9 ta mohiyat talab qilinadi. G'or olami, mahalliy tashkilotlar, sektalar, 7 Dao sektasi. Tegishli joylar olam qadimiy samoviy olamlarga bo'lingan, tashqi olam va muhrlangan olamlar. G'or olami isyonkor abadiy asarning asosiy voqealari maydonidir. U muhrlangan tashqi olamni tashkil qiluvchi yulduz tizimini, soxta samoviy hududni va haqiqiy qadimiy samoviy olamni o'z ichiga oladi. Shu o'rinda tarixiy ma'lumot sifatida g'or olami uzoq o'tmishda 7 Dao sektasi ustodi tomonidan yaratilgan. U o'g'irlangan samoviy Dao yordamida unga hayot ato etadi va ichida tug'ilgan amaliyotchilar o'ziga qarshi chiqa olmasligi uchun 9 qonun hamda ilohiy sinovni yaratadi. Bu olam sektasi uchun qurbon olovlari yetishtirilib berish maqsadida yaratilgan.
Uning aholisiga yetishtirilgan qurbon olovlari aslida buyuk samoviy hiyla hisoblanadi va ular uchun halokat. Dastlab g'or olami yuqori samoviy olam va pastki olamdan iborat bo'lgan. Yuqorida 8 ta a'zolari yashab, pastdagilarni kuzatib turgan. Keyinchalik esa sekta ustozi bir xazinani o'g'irlagach, 9 quyoshdan 2 tasi hujum qiladi va omon qoladi. G'or olamiga yashirinishga majbur bo'ladi. U qarindoshlariga yordam berish uchun qadimiy klan vakili Yemoni tuzoqqa tushirib o'ldiradi. Uning qoni olam bo'ylab sochilib, qadimiy ma'budlar, iblislar va jinlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Keyinchalik samoviy klan vakili Lian Dafey bostirib kirib, to'qnashuvga ustozning knyazlari unga qarshi chiqadi. Samoviy olam 2 qismga bo'linib, ichki qismi ustozga, tashqi qismi kanizaklarga qolgan. Samoviy yo'l yorilgach, ruhiy shakllantirish amaliyotchilari yangi yo'l izlashga majbur bo'ladi va chi amaliyotchilari ko'payadi. Oradan vaqt o'tib, pastki olam yulduz tizimi ham bir necha bo'lakka ajraladi. Tashqi olam ichi muhrlanib, qurbon olovlari paydo bo'lishadi va yangi 3-qadam amaliyotchilari tug'ilishni to'xtatadi. Bunga javoban muhr olam hukmdori samoviy yo'l hududini yaratadi. Keyinchalik tashqi olam hujum qilib, samoviy hududni yo'q qiladi. Xiyonatlar va urushlar natijasida ko'plab samoviy olamlar vayron bo'lgan, amaliyotchilar esa ularning qoldiqlarini samoviy chi izlab yashaydi. Tarix keyinchalik bu Wang Linning g'or olamiga aylangan. U bu yerda barchani yengib, abadiy yulduzli qit'aga yo'l olgan va samoni bosuvchi darajaga yetgan. Bo'shliq sinovlari bosqichi, xitoychada Kongji. Boshqa nomi esa ulug'vor. Bosqich 3-qadam. Maxsus kichik bosqichlar. Oltin ulug'vorlik, samoviy ulug'vorlik, ko'tariluvchi samoviy va buyuk samoviy. Maxsus qobiliyatlariga kelsak, sehrlarni qatlamlash, sehrlarni qo'shish. Bu 3-qadamning 4 va yakuniy bosqichidir. Bu darajaga yetganlarning shuhrati nihoyatda baland bo'lib, bo'shliq sinovi bosqichiga qadam qo'ygan zahoti ulug'vor unvoni beriladi. Hatto kech bosqichiga ham shunday aytiladi. Ammo cho'qqiga nihoyatda yaqinlashib, baribir o'sha to'siqni yenga olmaganlar oltin ulug'vor deb ataladi. Cho'qqini haqiqatdan ham yengan noyoblar esa samoviy ulug'vor deyiladi. Bu darajadan ham oshib, lekin hali buyuk samoviy bosqichiga kira olmaganlar ko'tariluvchi samoviy nomini oladi. Bunday samoviy bosqich esa bo'shliq sinov cho'qqisidan yuqori, ammo hali ham yuqoridagi yarim osmon bosuvchi darajaga yetmagan kuch hisoblanadi. Abadiy yulduzli qit'a bo'ylab ko'tariluvchi samoviy juda ham kam. Hozirga atiga 48 nafar bor. Samoviy ulug'vorlar esa 1000 ga yaqin. Buyuk samoviylarga kelsak, 4 ta insonni hisobga olmaganda, bu darajaga faqat qadimiy ma'budlar olamidan ulkan omad topganlargina erisha olgan. Ularning ikkisi esa meros orqali yetishgan. Xususiyatlariga kelsak, bo'shliq sinov bosqichida kuch tafovuti nihoyatda katta hisoblanadi. Erta, o'rta va kech bosqichi ulug'vorlari orasidagi farq shunchalik ulkanki, ularni deyarli alohida amaliyot sohalari deb hisoblash mumkin. O'rta bosqichdagilar ham abadiy yulduzli qit'a mezonlari bo'yicha yirik sektalarga boshchilik qila oladi. Oltin ulug'vorlar esa 9 ta sekta va 13 fraksiyalardan birini boshqarishga qodirdir. Samoviy ulug'vorlar va ko'tariluvchi samoviylar ko'pincha buyuk samoviy 9 quyoshli tomonidan tanlanib olinadi va bevosita ularga xizmat qiladi. Shu bois markaziy qit'adan tashqarida bunday mavjudotlar juda ham kam uchraydi. Qisqa qilib aytganda, xizmatkor yalaqlar hisoblanadi. Bu shunchaki hazil edi. Cho'qqi bo'shliq sinoviga yetganlar daun bevosita tanasiga singdira olishadi. Bu ularga yengilgan qo'l silkitish bilan sehr ishlatish imkonini beradi. Samoviy ulug'vorning kuchi nafaqat amaliyot darajasi, balki bir vaqtning o'zida nechta sehrni shunday uslubda chiqarib yubora olishiga ham bog'liqdir. Faqat ko'tariluvchi samoviylargina 100 dan ortiq sehrni bir zarbaga birlashtira oladi. Bu ularning asosiy belgisi hisoblanadi.
Ko'tariluvchi samoviylardan ham yuqorida buyuk samoviy soha turadi. Bu bosqichda shaxs o'z atrofida bir quyosh hosil qiladi va e'tiqod sehrlaridan foydalana oladi. Bular voqelikni o'zini o'zlashtira oladigan sehrdir. Bosqichlari erta, o'rta, kech va cho'qqi. Ko'tariluvchi samoviy 100 ta sehrni qo'sha oladi. Buyuk samoviylar esa buyuk samoviy quyosh shakllanishi va e'tiqod sehridan foydalanish bilan ajralib turadi. Shu o'rinda qiziqarli ma'lumot sifatida bu darajada Wang Lingning g'or olamida hech qachon to'liq namoyon bo'lmagan. Faqat Qarruh Zixan va 7 rangli Dao Chi bundan mustasno. Ular abadiy yulduzli qit'ada bir amaliyotchining parchalangan ruhlari edi. Qadimiy klan a'zolari uchun bu bosqich ularning 3 qon naslini to'liq kuchini o'zlashtirib, so'ng sinovdagi 3 balosdan o'tish orqali 10-27 yulduz darajaga teng ko'rinadi. Masalan, 3 qon nasli kuchi to'liq birlashtira olgan shaxs kamida oltin ulug'vor darajasiga tengdir. Shuningdek, samoviy kabi omadga ega bo'lish orqali qadimiylar va buyuk samoviy darajaga yetishi mumkinligi ko'rsatilgan. O'tish darajasi yarim osmonni bosish. Bosqich 3-qadam. Daraja o'tish darajasi. Maxsus qobiliyatlari koinot qonunlari ustidan nazoratdir. Yarim osmonni bosish bo'shliq sinovi bosqichi bilan osmonni bosish o'rtasidagi o'tish holati bo'lib, 3-qadamdan 4-qadamga ko'tarilish jarayonini anglatadi. 3-qadam cho'qqisiga yetgan amaliyotchi osmonni bosish bosqichiga o'tishga urinishi mumkin, ammo 3 va 4-qadamlar orasida tafovut nihoyatda ulkan bo'lgani sabab ular avval shu holatga tushib qoladi. Bu bosqich mohiyatni 1-qadam amaliyotchilarining soxta yin jismoniy yang bosqichlarida, 2-qadam amaliyotchilarga 5 osmon balolariga va bo'shliq sinoviga yetish uchun kerak bo'ladigan sehrli sinovlarga o'xshaydi. Rivojlanish 3-qadamning eng yuqori cho'qqisiga odatda cho'qqi buyuk samoviy darajaga yetgan amaliyotchi abadiy yulduzli qit'a uslubida joylashtirilgan 9 osmonni bosish ko'priklari joylashgan maskanga olib borilishi yoki o'zi shu joyni his etishi mumkin. Bu ko'priklar samoviy ulug'vor sinovidagi 19 saroyga o'xshaydi. Ammo u yerdan kuch sinalgan bo'lsa, bu yerda idrok va anglash sinaladi. Har bir ko'prik ma'lum bir tushuncha yoki jihatni sinaydi va munosib deb topilgan zahoti darhol kesib o'tiladi. Masalan, Wang Ling 2-ko'prik mohiyatini anglagan zahoti trans holatda ko'prikning narigi tomoniga o'tib qolgan. Har bir ko'prikdan o'tish amaliyotchining kuchini keskin oshiradi. 9 ta ko'prik muvaffaqiyatli bosib o'tilgach, shaxs osmonni bosish sohasiga ko'tariladi. Biroq ko'priklar bu bosqichga kirishning yagona yo'li emasdir. Agar shaxs kerakli jihoz va o'zi mustaqil ravishda anglay olsa yoki yetishtira olsa, ko'priksiz ham shunga yaqin darajaga kuch oshirishga erisha oladi. Wang Lingning oxirgi ko'prikni kesib o'tmasdan turib, osmonni bosish darajasiga ko'tarilgani bunga ishoradir. Ma'lum yarim osmonni bosish amaliyotlari qadimiy ajdod 8-ko'prik, samoviy ajdod 8-ko'prik, Gu Dao 5-ko'prik. Abadiy yulduz qit'asining 108 muhrlangan ruhi turli bosqichlarda Wang Ling osmonni bosish darajasiga ko'tarilgan hisoblanadi. Samoni bosish ko'priklari: 1-ko'prik koinot qonuni va o'zining ruhining qo'shilishidir. 2-ko'prik Dao yuragi sinovidir. 3-ko'prikda ichki iblis sinovi hisoblanadi. 4-ko'prik noma'lum, u haqida hech kim bilmaydi. 5-ko'prik qayta tug'ilishdan oshirish bosqichi. 6-ko'prik va 7, 8 va 9-ko'priklar haqida ma'lumotlar berilmagan. Shu o'rinda qiziqarli ma'lumot sifatida Wang Ling yutuqlari bosqichiga bo'linishiga bevosita bog'liq sabab cho'qqiga ketma-ket sakrashidir. U buyuk samoviy bosqich amalda o'tkazib yuborgan va bo'shliq sinovini yorib o'tish bilan darhol samoni bosish ko'priklari joylashgan makoniga olib o'tilgan. U 3-ko'prikdan o'tgach, o'zi buyuk samoviy quyoshni to'liq shakllantira olgan. Godao so'zlariga ko'ra, bu ko'prik faqat abadiy yulduzli qit'a ustidagi emas, balki undan tashqaridagi boshqa qit'alar ustida ham mavjud bo'lishi mumkin. Shuningdek, agar kimdir ko'prikdan o'tishga tayyor bo'lsa, Wang Ling misolida bo'lgani kabi, u to'g'ridan to'g'ri 9 ko'prik joylashgan makonga ko'chib o'tilishi mumkin. Sizlar bilan Donghua tahlil kanali va Uz Extreme
Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rengadi o'lmas animesini sifatli ovozda va original formatda faqatgina Banana TV ilovasi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Banana TV barchasi uchun eng yaxshi tanlov. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha xayr.